Ramazondagi haqiqiy sabr gunohlardan to'xtashlik bilan, g'iybatlardan to'xtashlik bilan, nojoiz bo'lgan so'zlarni gapirishlikdan to'xtashlik bilan, ko'zimizni haromga qaratishdan to'xtashlik bilan, hamma yomon illatlardan to'xtashlik bilan sabrni o'rganamiz. Zero biz nafsimiz bilan yolg'iz qolamiz. Shayton kishanlanadi. Iblis zanjirband qilinadi. Ammo nafsimiz bor. Ana endi shu oyda biz nafsimizni tarbiyalab, sabr qilishni o'rgatamiz. Bir harakat qilib ko'raylik-a. Chunki roza tutsa-yu g'iybatdan qolmasa, roza tutsa-yu u og'zidan yomon so'zni chiqarishlikdan qolmasa, roza tutsa-yu u fahsh so'zlar va tuhmatlardan, bekorchi gaplardan qolmasa, u o'zini och qoldiribdi degan ma'noda hadis bor. Keling shunday roza tutaylikki, zarracha qulog'imiz g'iybat eshitmasin. Zarracha bir kalom bo'lsa ham og'zimizdan g'iybat, ig'vo chiqib, fahsh chiqmasin. Ko'zimiz g'iybatni yozgan narsani ham o'qimasin. Ramazonda shuni o'rganish kerak. Ramazon buning imkoniyati. Bizga ha deb gunohni chiroyli ko'rsatadigan dushmanimiz iblis zanjirband bo'lib turganda bitta nafsimizni o'zi bilan kurashni o'rganib olish imkoniyati. Mana shu oyda iloji boricha azizlar, qo'limizdan kelganicha sabr bilan o'tkazishlikka, mana shunday g'iybat, fasod, fitna hamma narsadan qutulishlikka harakat qilaylik.